juda ko'p yangiliklarimiz bor. Sun'iy intellektlarimizni ham uladik. Endigi faqat fokusimiz faqat hamkorlarimizni sotuvini oshirishga qaratiladi. Bundan keyin yangiliklarimiz doimiy va tez-tez chiqib turadi. Xo'p, Nurmuhammad, bo'lmasam boshlang. Nima yangiliklar qildik, qanaqa o'zgarishlar bor? Oxirida amaliyot bilan ko'rib chiqamiz hammasini. Assalomu alaykum hammaga. Birinchi o'chirda Magic biz oldingi platformamiz MagicBot deb nomlanardi. Sababi 23-25 yillarda biz birinchi platformamizni ishga tushirgan paytimiz asosiy urg'uni Telegramda bot orqali savdoni rivojlantirishga qaratganmiz. O'shaning uchun nomimizda bot so'zi qatnashgandi. Va asosan bir xil turdagi do'konlarni yaratishga maqsad qilgandik. Endi shu bugundan boshlab biz o'z nomimizni Magic Store AI deb o'zgartiryapmiz. Sababi bundan buyog'i biz faqat Telegramda bot berish bilan birga veb-sayt va shu mijozlarimizga sun'iy intellekt imkoniyatlarini bermoqchimiz. Bundan keyin Magic Store taqdim etadigan imkoniyatlar umumiy shu to'liq e-commerce yechimlarini taqdim etish bilan shug'ullanadi. Bundan buyog'iga shu sabab tez orada barcha ijtimoiy tarmoqlarimizda ham MagicBot o'rniga Magic Store AI nomiga tez orada o'zgaradi va ishlash tartibimiz ham to'liq internet do'konni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yechimlar taqdim etishni boshlaymiz bundan buyog'iga. Endi bizda birinchi yangilik to'liq dashbord dizaynini yangiladik. Biz dashbordimiz 1 yil davomida eski dashbordimizni ishlatib keldik. Mijozlarimizdan kelgan to'liq feedbacklardan asoslanib yangi dizaynga o'tdik. Hozir ko'rsatadigan, aytib beradigan barcha yangiliklarimizni birinchi taqdimotda ko'rib chiqamiz. Undan keyin umumiy demo versiyasini alohida ko'ramiz. Birinchi shu slaydlarni ko'rib chiqamiz. Nima yangilik qildik? Nima bermoqchimiz o'z mijozlarimizga. Undan keyin demo ko'rinishida umumiy dashbordga ichiga kirib, har bittasini ishlash tartibini, qanaqa ishlaydi o'zi, qanaqa foyda beradi, barchasini ko'rib chiqamiz. Birinchi bizda boya aytganimdek dizayn to'liq yangiladik. UI jihatdan ancha qulaylashdi, bundan ham osonlashdi va eng muhimi bizda hozir umumiy MagicBot yoki shunga o'xshash servislar taqdim etadigan platformalarda eng katta kamchiliklardan bittasi aytaylik, kitob magazin bo'ladimi yoki kosmetika magazin bo'ladimi yoki vitamin sotadigan magazin bo'ladimi, hammaga beriladigan do'kondagi dizayn bir xil. Ya'ni siz kitob magaziniga kirsangiz ham o'sha dizayn bo'ladi yoki vitaminga kirsangiz ham bir xil dizayn. Ya'ni qanaqa bo'lishi mumkin? Birinchi banner bo'ladi, undan keyin qanaqadir kategoriya, undan keyin mahsulotlar bo'lishi mumkin. Biz hozir shunga umumiy zerikarli dizaynni yo'qotish uchun va umuman unikallikni oshirish uchun bosh sahifa konstruktori, ya'ni Magic Studioni ishlab chiqdik. Bu Magic Studioda 6 ta yangi blok qo'shilgan. Bular Instagramdagidek to'liq ishlaydigan story formatdagi dizayn blogi, undan keyin bannerlar va kategoriyalar, kun mahsuloti kabi turli xil bloklar ajratildi. Bu bloklar yordamida siz endi o'zingizga moslab bemalol dizaynni to'g'rilashingiz mumkin. Ya'ni aytaylik, siz Magic Store'da bundan oldin faqat umuman shu asosiy bosh sahifasida juda zerikarli faqat misol uchun kategoriya, undan keyin 4 ta 5 ta mahsulot qo'ygan bo'lsangiz, bundan keyin o'zingiz xohlagancha o'zgartirishingiz mumkin. Xohlasangiz 5 ta banner qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz 10 ta banner, xohlasangiz uni bannerni dizaynni o'rtasiga qo'yishingiz mumkin, eng oxiriga qo'yishingiz mumkin. Hammasi sizga to'liq ixtiyoringizda, ya'ni kod yozmasdan bu narsa drag and drop deyiladi, ya'ni to'liq uni o'zingiz boshqarishingiz mumkin. Xuddi aytaylik, shu Google Slidesda slayd qatorini o'zgartirganda ishlatsangiz bo'ladi. Endi bundan tashqari biz sun'iy intellektni boya aytganimdek, biz Magic Store'da
to'liq sun'iy intellektga bundan buyog'i ko'proq imkoniyatlar beramiz, sun'iy intellektga asoslangan. Va konstruktorda biz shu mijozlarimiz vaqtini o'ylagan holda, endi agar sizda konstruktorda to'liq uni dizaynni tayyorlashga har bittasi bo'yicha to'liq qilishingizga misol uchun 20 minut ketishi mumkin yoki 10 minut ketishi mumkin. Unda ham agar vaqtingiz bo'lmasa, shunchaki shu AI konstruktorga, ya'ni konstruktor ichidagi sun'iy intellektga aytaylik, men kitob magazini uchun dizayn tayyorlab ber deyishingiz bilan u bir necha daqiqada kitob magaziningizdagi bor mahsulot va kategoriyalarni o'rganib, unga mos banner va shu layout, ya'ni dizaynni o'zi sun'iy intellekt sizni mahsulot va kategoriyangizni o'rganib, to'liq chizib beradi va agar sizga yoqsa, u bitta shu qo'llash tugmasini bosib, to'liq dizaynni o'ziga moslab olishingiz mumkin. Va bu o'ylashimcha juda ko'p shu mijozlarimiz vaqtini tejaydi va samaradorligini oshiradi. Va keyingi bizdagi keyingi funksiya bu AI tavsif. Ya'ni bizda hozir biz o'rganib chiqqanimizda, misol uchun bizda mijozlarimizni juda ko'pchiligida mahsulotlariga shunchaki rasm joylashtirib qo'yadi, lekin uni tavsifini yozmaydi. Ya'ni bu mahsulot nima haqida, qanaqa foyda keltirishi mumkin mijozlarga, u haqida yozmagani uchun konversiya, ya'ni mijozlar u mahsulotlarni sotib olish mumkin ehtimoli tushib ketadi. Bu yozmasligiga ham o'ziga yarasha sabablari bor. Birinchi o'rinda biz do'kon egalari bilan gaplashganimizda vaqti kamligini aytishgan. Shu sababli biz buni sun'iy intellekt yordamida yechishga harakat qildik va endi siz biror bir mahsulotni qo'shganingizda shunaqa tugma paydo bo'ladi. U tugmaga AI tavsif degan tugmani bossangiz, siz o'sha mahsulot nomi va rasmidan kelib chiqib, sun'iy intellekt sizga 5-6 qatorli shu sotuvga tayyor tavsif yozib beradi va u ham rus tilida, ham ingliz tilida, ham rus tilida, ham o'zbekchada yoziladi. Bundan keyingi bizda yana bir shu funksiya bu AI tarjimon. Magic Store'da ham rus tilida, ham o'zbek tilida qo'shish imkoniyati borligi uchun ko'pincha bizga aytishardi, ko'p vaqt ketyapti, ya'ni ham ruschani ham o'zbekchani olib borish juda ko'p vaqt talab qiladi deyilgani uchun biz hozir shuni yana vaqtini tejash va samaradorlikni oshirish uchun shu funksiyani qo'shdik. Bu funksiya orqali siz birinchi o'zbek tilida mahsulot kiritsangiz, shunchaki AI tarjimon tugmasini bosish orqali o'sha mahsulotingizni rus tilidagi nomini va rus tilidagi tavsifini bir zumda tarjima qilib olishingiz mumkin. Va biz shu mijozlarimiz vaqtini o'ylagan holda hozirgi yangi reliz chiqqandan keyin ishlatishingiz uchun 5 ta tayyor shablon tayyorlaganmiz. Bular vitamin, kitob, kiyim-kechak, elektronika va kosmetika uchun mo'ljallangan. Har bitta dizayn o'ziga xos. Har bitta dizayn bir-birini takrorlamaydi. Ya'ni hozir o'zida siz dashbordga kirib, bemalol shu o'zingizga mos shu 5 ta shablondan birini tanlab, do'koningiz dizaynini o'zgartirishingiz mumkin. Bu shablonni qanaqa ishlatishi hozir taqdimot so'ngida real demoda ko'rsatib o'tamiz. Bundan tashqari biz hozir aytaylik, siz misol uchun kosmetika do'konisiz va 8-martga dizayningizni o'zgartirmoqchisiz, ya'ni bannerni o'zgartirmoqchisiz, aytaylik, undagi strukturalarni o'zgartirmoqchisiz, qo'shimcha bloklar qo'shmoqchisiz, lekin uni qo'shganingizdan keyin 8-mart bir kundan keyin o'tadi. Bir kundan keyin o'tgandan keyin u yaroqsiz holga keladi. O'shani hisobga olib biz dizaynni saqlash funksiyasini qo'shganmiz. Ya'ni siz oldindan 8-martga atab, alohida banner, umuman strukturani to'g'rilab saqlab qo'yib, 8-mart yoki shunga o'xshash bayramga mos kun kelganda uni umumiy odamlarga ko'rinadigan qilib chiqarishingiz va u bir kun o'tgandan keyin o'sha eski holiga bitta tugma orqali qaytarsangiz bo'ladi. Bu orqali siz A/B test o'tkazishingiz mumkin, ya'ni qanaqa dizayn odamlarga o'zi to'g'ri keladi yoki yo'q, shuni bemalol o'zingizda sinab konversiyani oshirishingiz mumkin. Va biz feedbacklardan kelib chiqib mijozlar segmentatsiyasini funksiyasini ishlab chiqdik.
Endi Magic Bot'da siz o'zingizni mijozlaringizni segmentlashingiz mumkin. Ya'ni bu 6 ta filtrga asoslanadi. Bu buyurtmalar soni, xaridlar summasi, ro'yxatdan o'tgan vaqti va qaysi tilda botni ochgani va obuna holati, ya'ni botni blok qilgan, botni to'xtatganmi, to'xtatmaganmi va jinsiga qarab ajratsangiz bo'ladi. Bu orqali siz katta xarid summasiga ega mijozlaringiz uchun qo'shimcha imkoniyat, chegirmalar berishingiz mumkin yoki misol uchun 1 oy 2 oy oldin sizdan xarid qilib, lekin hozir to'xtatganlarga qo'shimcha reaktivatsiya kampaniyalarini qilishingiz mumkin. Reaktivatsiya kompaniyalari, ya'ni qo'shimcha chegirmalar berishingiz mumkin yoki ko'p buyurtma qilgan mijozlaringizga qo'shimcha imkoniyatlar taqdim qilishingiz mumkin. Va eng oxirgisi, bizda hozir integratsiyalar kam edi va biz integratsiyalarni to'liq yangiladik. MoiSquad tizimi bilan to'liq integratsiya bo'ldi. Endi MoiSquaddagi muammolar yechildi. Bundan tashqari Builds'dagi muammolar ham to'liq yechildi. Endi shu Builds'da to'liq avtomatlashdi, integratsiya bo'ldi. Endi Magic Bot'da sizda agar Magic Bot orqali qaysidir mahsulotingiz sotilsa, Builds'dagi squaddagi mahsulotlar ham kamayadi va buni teskarisi ham shunaqa ishlaydi. O'ylaymanki, juda ham ko'p mijozlarimiz bundan xursand bo'lishadi va samarador ishlashni boshlashadi. Bundan tashqari bizda Odoo bilan ham integratsiya mavjud. Agar kim misol Magic Store foydalanuvchilaridan kimlardir Odoo bilan ishlasa, bemalol integratsiya qilib foydalanish mumkin. Hozirroq sinab ko'ring. Sinab ko'rish uchun Magic Store AI saytiga o'tib, bemalol foydalanib ko'rishingiz mumkin. Xo'p, juda zo'r. Xudo xolasa, bu hali boshlanishi, hali biz boya aytganimdek, tadbir boshida hali biz buni kengaytirib boramiz, qo'shimcha imkoniyatlarni yanada qo'shamiz. Xo'p, endi Bahriddin aka bitta ko'rsatsangiz, demo qanaqa tartibda ishlashini qolganlarga ham qiziq bo'lardi. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, demoga keladigan bo'lsak, bu bizni o'sha yangi dashbord, ya'ni admin panel ko'rinishi. Ko'rib turganingizlardek, chap tarafdagi menyularni ham ancha ixchamlashtirib, uni nimalarga kategoriyalar bo'lib qo'ydik. Oldin ham juda ko'p tartibsiz edi. Birinchidan o'sha bosh sahifamiz, doimgidek bu yerda analitikalar ko'ramiz. Undan keyin buyurtmalarni ko'rsak, buyurtmalarda ham tablisalar, ishkallar ham hammasi to'liq o'zgardi. Bu yerda hamma ko'rinishlarni o'zgartirib chiqqanmiz. Ichariga kirsak ham ishlarning ko'rinishlari ham to'liq yangilab chiqdik. Ya'ni adminkada har bitta sahifani to'liq yangilab chiqildi. Undan tashqari, yangilashdan tashqari, misol uchun bu buyurtmalar bo'lsa, buyurtmalarni tahrirlashni ham qo'shdik. Oldin bu narsa yo'q edi. Ya'ni bu tahrirlash nima desak, ichiga kirganimizda, misol uchun bu mahsulotdan bitta emas, ikkita olmoqchiman desa, bu yerga kirib buni ikkita qilishimiz mumkin yoki shu zakazga yana nimadir qo'shmoqchi bo'lsa, ya'ni bu narsa ko'proq telefon qilib keyinchalik buyurtma berib o'tgandan keyin zakazni o'zgartirmoqchi bo'lsa yoki bir nima qo'shmoqchi bo'lsa, bu yerdan poisk qilib aytaylik, mana mahsulotlar chiqadi. Bu buyurtmaga yangi mahsulotlar qo'shishimiz va kerak emaslarni o'chirib tashlashimiz mumkin. Ya'ni bu narsa biz o'sha nafaqat nima qilib buyurtma oluvchi va buyurtmalarni bilan ishlashni ham yanada osonlashtirib, rivojlantirib ketyapmiz. Aytaylik, mana bitta narsa olganda yoniga yana bitta narsa qo'shib buni saqlasak, o'sha hamma joyda o'zgaradi. Agar kerak emas bo'lsa, o'chirib tashlasak bo'ladi. Undan tashqari sozlamalar, ya'ni bu yerda ham hamma narsasi o'zgargan va mahsulotlar bilan ishlash, bu yerda mahsulotlar bilan ishlashni ham to'liq yangilab chiqdik. Ya'ni dizaynlari ichkari kiradigan bo'lsak, mana formalarni hammasini yangilab chiqildi. Bu yerda o'sha aytib ketilgandek mana AI tavsif bor. Ya'ni mahsulot nomini yozgandan keyin AI tavsifni bossak, o'sha mahsulotga mos nimasini yozib, tavsifini yozib beradi, fayllar yuklash, sotuv narxlari, boshqa narsalar. Bu yerda mana kategoriyalarda bu yerda ham hammasini ko'rsatib qo'yganmiz. Agar ona kategoriya bo'lsa, ya'ni ikki xil ona kategoriya va ichki kategoriyalar bo'lsa, ularni ham bu yerda o'sha alohida ko'rsatadi, tushunarli bo'ldi. Ya'ni bularni ham to'liq hammasini yangilab chiqdik. Buyurtmalar o'sha oddiy, o'sha bo'yidan qoldi. Bu yerda ko'p o'zgarishlar bo'lmadi. Inventarizatsiyada ham shu bo'yicha qilgan.
Undan tashqari mana mijozlar o'sha boydan turibdi. Undan tashqari mana boya ko'rsatilganda mana segmentlar. Segmentlar nima uchun kerak? Bu asosan marketingga, qayta sotuvlar uchun. Hozir biz hamma do'konga avtomatik 6 ta segment chiqarib qo'ydik. Ya'ni bu narsani o'zingiz ham yaratsangiz bo'ladi. Bu yerda boya nimada aytib ketilmagan segment turi bor, yangi qo'shilganda, misol uchun botga kirgan, ya'ni mana do'koningizga kirib bir narsa sotib olgan va 30 kun ichida hech narsa sotib olmadi. Ya'ni shunaqa klientlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ularga alohida rassılka jo'natsangiz bo'ladi, alohida chegirmalar bersangiz bo'ladi. Segmentlar ko'rish shu turda bo'ladi. Yangi yaratmoqchi bo'lsangiz, yangi segmentga bosasiz. Bu yerda nomini yozasiz. Aytaylik o'sha 60 kundan oshiq olmaganlar desak, ya'ni sotib olmaganlar desak, bu yerda shartlar bor. Mana shartlarda hozir ko'p qo'shdik. Misol uchun buyurtmalar soni, aytaylik buyurtmalar soni misol uchun 2 tadan ko'p bo'lsa desangiz, 2 tadan ko'p sotib olgan mijozlar o'zi avtomatik sizga topib beradi. Undan tashqari buyurtmalar summasi, aytaylik summasi 1 milliondan ko'p olgan mijozlar sizga kerak bo'lgan bo'lsa, bu yerga 1 million yozsak, 1 milliondan ko'p mijozlar qaraydi. Agar shunaqa mijozlar bo'lsa, topib ularga rassılkalar jo'natsak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tgan sanasi bor. Keyin bu yerda mahsulot bilan kategoriyani ham qo'shdik. Aytaylik, qaysi tur mahsulot olgan, ya'ni bu ko'proq vitamin sohasidagilarga ko'proq to'g'ri kelsa kerak. Qaysi tur vitamin, misol 30 kunlik, 60 kunlik vitaminni olgandan keyin o'shanga skidka bo'lsa yo boshqa bo'lsa, bu yerdan qidirishdan misol uchun mahsulot nomini yozib, shu mahsulot sotib olganlar, mana bu mahsulot chiqdi. Shu mahsulot sotib olganlarga alohida rassılka jo'natsa bo'ladi. Yo bo'lmasam kategoriya bor. Bu yerda ham shu saytdagi kategoriyalar bo'yicha kategoriya nomini istaymiz. Misol uchun Google degan kategoriyadan kim nima sotib olgan bo'lsa, ularga rassılkalar jo'natsa bo'ladi. Ya'ni segmentlarni hamma joyda ishlatadigan qildik. Segmentlar faqat bu yerda emas, segmentlar o'sha asosiy bot orqali rassılka jo'natganda va promokod berganda segmentlarni tanlasak bo'ladi. Bu orqali asosan aytaylik sizda 10 mingta odam bo'lsa, hammasiga umumiy rassılka jo'natgandan ko'ra, imенно qaysi tur mahsulot olgan yoki qanchadir summadan ko'p bo'lgan yoki qanchadir marta mahsulot sotib olganlarga jo'natsangiz, konversiya ko'proq bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun shunaqa qo'shdik. Bu segmentlarni hozir aytaylik, mana promokod yaratishda ham promokod yaratish bossak, aytda segmentlar turibdi. Ya'ni barcha mijozlar desak, hammasiga ketadi. Bo'lmasa aytda biz yaratgan segmentlar turibdi. Shularni tanlab, shularni o'ziga promokodlar bersak bo'ladi. Faqat o'sha segmentdagi odamlarga to'g'ri kelsa, o'zi ishlaydi. Undan tashqari o'sha SMS yuborishda ham bu yerda ham umumiy dizaynlarni o'zgartirdik. Ya'ni bu yerda oldin tablitsa ko'rinishi edi, hozir bunaqa ko'rinishda, ya'ni rasm video yuklangan bo'lsa, shu yerdan ko'rsatib turadi. Ichiga kiradigan bo'lsak, bu yerda ham mana segmentlarda o'sha aytganimdek, siz yasagan segmentlarni tanlab, faqat o'shalar o'ziga qanaqadir rassılkalar jo'natsangiz bo'ladi. Segmentlar asosan shu yerda ishlaydi. Xo'p, sodiqlik dasturi bo'yicha bu yerda ham biz oldin sal qiyinroq bo'lgan ekan. Bu narsani ham to'g'rilab chiqdik. Oldin ballar yig'ib, ballarni keyin promokodga almashtirib, keyin ishlardi. Hozir biz cashback, ya'ni haqiqiy mana o'zimiz cashback sistemasiga o'tdik. Ya'ni bu yerda aytaylik 1 ballimiz 1 so'm bo'ladi. Bu yerda har bitta narsa sotib olganimizda aytaylik 1 ball 1000 so'mlik narsa sotib olsam, menga 1 ball beradi. Shu ballarni yig'ib, agar menda 10 ming ball bo'lsa, bu 10 ming so'mga teng bo'ladi. Bu narsani o'sha sotib olayotgan paytida ishlatish imkoniyatini qo'shamiz. Oddiy o'zimizni misol uchun korzinkada ishlatib turgan cashbackga o'xshab ishlatsa bo'ladi. Endi faqat ball yig'adi, ballarni 10 ming bo'ladimi, 5 ming bo'ladimi, sotib olayotganda ishlatsa bo'ladigan qilyapmiz. Endi oson bo'ldi. Menimcha endi bu ko'pchilikka foydali bo'ladi. Asosan mana ro'yxatdan o'tishi, ballarni bular qo'shib qo'yilsa, ya'ni bu ham sodiqlikni oshiradi, keyingi buyurtmalar berishni ko'paytiradi. Undan tashqari bu yerda yangi sovg'alar qo'shdik. Hozir ko'p ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'p katta kompaniyalarda shunaqa trendlar ketyapti. Ya'ni ikkita narsa olsa, bitta qanaqadir mahsulot tekinga berish. Xuddi shunaqa uslubda qo'shdik. Bu yerda sovg'alar bor. Sovg'alarda o'zimiz yaratsak bo'ladi. Misol uchun nomini yozamiz. Aytaylik, Navruz sovg'asi desak. Navruz sovg'asi deymizda. Bu yerda miqdori bor, summasi bor. Misol uchun miqdori bo'lsa, men 2 dona qanaqadir mahsulot sotib olayotgan bo'lsam, menga qanaqadir sovg'a beradi. Bu yerda trigger mahsulotlar bor. Bu qanaqa? Misol uchun
qaysidir mahsulotnigina sotib olsa bersa bo'ladi sovg'ani yoki umumiy. Agar buni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, agar shu mahsulotlar bor bo'lsa, korzinasida ishlaydi, agar yo'q bo'lsa ishlamaydi. Buni qo'shmaydigan bo'lsak, shunchaki bu yerdan qaysi mahsulotni sovg'aga beramiz aytaylik. Bu yerdan poisk qilsak mahsulotlar chiqadi. Mana tanladim. Mahsulot tanlasam, mana omborda 3 dona bor deyapti, men 1 dona beradim. Ya'ni men miqdori bo'yicha 2 dona mahsulot sotib olayotgan bo'lsam, bu mahsulot menga ya'ni sovg'aga beriladi, tekinga tushadi. 136 ming mahsulot ekan, bu narsa tekinga bo'ladi. Bu yerda ustunligi bor. Agar 2-3 ta sovg'a bo'ladigan bo'lsa, qaysidir sovg'ani teparoqqa ko'tarish uchun bu yerda ko'proq son kiritib qo'ysangiz bo'ladi, yo bo'lmasa nol tursa ham bo'ladi. Undan tashqari amal qilish davri bor. Qachon boshlanadi va qachon tugaydi. Xuddi promokod boshlab belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Foydalanish limiti bor. Cheklovsiz agar hech narsa yozilmagan bo'lsa, ya'ni ishlataveradi. Mijoz uchun limit bo'lsa, masalan, bitta mijoz necha marta ishlata oladi. Misol uchun qayta olsa, qayta sovg'aga ola oladimi yoki bir marta bo'lsa, ya'ni men bir marta mana miqdor 2 ta ko'rsatdik, ya'ni 2 dona mahsulot sotib olsam, bu mahsulotdan bir marta sovg'aga olgan bo'lsam, ikkinchi marta ola olmayman. Agar ko'rsatilmagan bo'lsa, ya'ni nol bo'lsa, cheklovsiz ishlayveradi. Hozir buni botda ham ko'rinishini ko'rsataman. Hozir bitta mahsulot yoqib qo'yganman. Bu yerda ko'rsatadi. Necha marta foydalanilgan, ustunligi, amal qilish davri. Agar 2 ta mahsulot sotib oladigan bo'lsak, bitta mahsulot menga tekinga beradi. Bunaqa sovg'alardan bir nechta yaratib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda status bor. Status o'chirib qo'ysa albatta ishlamaydi. Status yonib turgan bo'lsa va ichkarida ko'rsatilgan bularga to'g'ri keladigan bo'lsa, avtomatik mijozlarga sovg'a beradi. Ya'ni bu narsa asosan savdoligini oshiradi, qiziqtiradi. Ko'pchilik qilishyapti, ikkita narsa olsangiz uchinchisi sekin deb, ya'ni bu savdolaringizni oshirishga albatta yordam beradi. Bu o'sha yangi qo'shilgan nimalardan sovg'alarimiz. Hop, metrikaga keladigan bo'lsak, Google Analytica bor edi, buyurtma ham bor. Bu yerda ko'rishlar sonini ozgina o'zgartirdik. Ya'ni umumiy savdo baronkasini ham chiqarib qo'ydik. Misol uchun ishda ko'rishmagan, ishda soatga qo'shish va sotib olishlar qanaqa. Endi bu o'zimizni demo do'konda testlaganimiz uchun, ya'ni 100% dan ko'p ko'rsatyapti. Real ertaga o'zingizlar do'konda tekshirib ko'rasizlar. Misol uchun necha kishi kirgan, necha kishi soatga qo'shgan va sotib olishgan konversiya qanday bo'lyapti, sizlarda aniqroq ko'rsatadi. Yangi grafiklar qo'shildi. Undan tashqari mahsulotlar bo'yicha bu yerda ham AB analizlar hammasi yaxshilandi. Oldin xatolar bor ekan, ularni ham to'g'riladik. Savatchaga qo'shish bo'yicha o'sha bo'yidan qoldi. Qidiruv bo'yicha ham statuslarni ancha o'zgartirdik. Bu yerda ertaga ishlatib ko'rsanglar, statistikalar chiqadi. Undan tashqari chat bo'limi bor. Aytganimizdek, chat bo'limida endi ko'pchilik hali ishlatmaganda, bu yerda o'sha botni o'ziga mijozlaringlar xabar yozish mumkin. Unga bu yerdan turib javob bersanglar bo'ladi. Bu yerda mana sun'iy intellekt yoqib qo'ygan, uni ham ko'rsatib turibdi. Chap tarafda umumiy botga, ya'ni startdan boshqa komandada yozganlar, ya'ni savol so'rab yozganlar bu yerda avtomatik chiqib kelaveradi. Bu yerda o'sha chat ochilganini, nimalar yozilganini ko'rsatsa, o'ng tomonda mijoz haqida ma'lumot, ya'ni shu odam 6 marta buyurtma qilgan, buyurtmalar summasi, oxirgi mana zakazlari qabul qilingan, nima hamma narsasini ko'rsatib turadi. Ya'ni bu qulay. Chatda ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi, bu yerdan javob bersa bo'ladi. Undan tashqari mana sun'iy intellektimizni ham o'sha endi to'liq ishlatdik. Hammanglar bemalol testlab ko'rsanglar bo'ladi. Buni hammaga ochib qo'yamiz. Sun'iy intellekt ham ancha rivojlandi. Ya'ni bir marta mahsulot o'rgatib qo'yasizlarda, o'zi avtomatik ishlaydi. Ya'ni hozir yonib turganda yoqishni ham o'rgatib qo'yamiz deb, bu yerdan o'chirib yoqsak bo'ladi. Agar o'chirish desak, shunaqa ko'rinishda bo'ladi. O'zingizlar bemalol yoqsanglar bo'ladi. Sun'iy intellekt ulash deganda bosganda do'kon kategoriyasini tanlaymiz. Kategoriyasi nimaga? Har bitta kategoriya uchun biz alohida o'sha, ya'ni prompt deydi, sun'iy intellekt yaxshi ishlash uchun yozilgan nimalar bor. O'shalarni tanlab qo'yganmiz, yozib qo'yganmiz oldindan. O'zingizni bemalol mahsulot do'koningiz kategoriyasini tanlab nima qilsak bo'ladi. Misol uchun menda hozir go'zallik va salomatlik muloqot uslubi bor, ya'ni do'stona, samimiy, professional, yoki neytral qilib qo'ysangiz bo'ladi. Misol professional desangiz, qisqaroq savollarga o'ziga to'liq javob beradi. Buni bossak, do'kon ishga tushdi, ya'ni sun'iy intellekt ishga tushdi. Bu yerda prompt bor, buni ham o'zgartirsak bo'ladi. Qo'shimcha ish vaqtini yetkazib berishlarini, aloqa uchun kontaktlar yozib qo'ysangiz, uni ham yodlab oladi-da. O'sha savol berganda ish kunlari qanaqa desa, ish kunlarini vaqtini aytadi, yetkazib berish Toshkentga bormay, viloyatga bormadim agar bu yerga yozilgan bo'lsa ma'lumot, shundan kelib chiqib o'zi javob beradi. Buni ham bemalol ishlatilsa bo'ladi. Hozir buni ham ko'rsatib beraman qanaqa ishlashini.
Asosiysi shu, ya'ni qolgan joylarda o'sha bo'yidan qoldi. Eng kattasi hozir xodimlar, u dasturlar ko'rinishi o'zgardi. Bu yerda menimcha yaxshiladik. Aytgandek, Bills bilan hozir to'liq ikki tomonlama integratsiyani ishga tushirdik. Hammasi ishlayapti. Undan tashqari Odo bor, Bittrex musiqalar bor. Xo'p, endi eng asosiysiga keladigan bo'lsam, konstruktor degan bor. Konstruktorni ochamiz. Bu narsa nima beradi? Biz o'sha 2 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, o'zinglar ham bilsanglar, hamma do'konlar bir xil edi. Ya'ni asosiy botni ochganda birinchi o'sha banner chiqadi, kategoriya chiqadi, keyin yangi kelgan boshqalar chiqib kelardi. Endi buni o'zingiz bemalol o'zingiz do'koningizni xohlaganday o'zgartira olasiz. Ya'ni bu narsa sizga ko'p tomonlama marketing tomonlama yoki boshqa tomonlama yordam beradi. O'zingizni do'koningiz ajratib tura oladi. Ya'ni hozir umumiy eski do'konlar hammasini qarab chiqsak, ya'ni hammada struktura bir xil, lekin mahsulotlar har xil, lekin struktura bir xil bo'lgan. Asosan yangi ochgan do'konlarimiz asosan faqat yangi degan yangi mahsulotlar ko'rsatib turadi, qolganlar ko'rinmasdi. Bu yer qanaqa ishlaydi desak, bu yerda mana chap tomonda birinchi 4 ta nimasi bor. Ya'ni muharrir, bu o'sha bu yerda muharrir oz ko'rsatib beraman. Brendga oid ma'lumotlar, logotipimizni, keyin ranglari ham hozir to'liq 8 dan oshiq rang bor. Bemalol ranglar yozib chiqsak ham bo'ladi. Endi to'liq brendingizga moslab ranglarni tanlab chiqsak bo'ladi. Ko'rish usullari shu eskidek ko'rinishlari, ijtimoiy tarmoqlar yozib qo'yamiz. Bu yerda o'sha AI bor. Ya'ni AI ga mana do'konimni shunaqa qilib ber deb yozsak, o'zi do'koningiz shunga moslab beradi. Undan tashqari shablonlar bor. Bu shablonlarning ustiga bitta bossak, qanday ko'rinish nimalar borligini ko'rsatib beradi. Hozir 5 ta shablon qilib qo'ydik, tayyor. Buni tayyor ishlasangiz ham bo'ladi, yo bo'lmasam o'zimiz ham xohlaganday nastroyka qilsak bo'ladi. Eng tepada mana yerda mavzular degani o'sha har xil shablonlar qilib qo'yganmiz. Ya'ni o'zingiz ham do'koningizni 2 ta 3 ta ko'rinishni yasab qo'ysangiz bo'ladi. Aytaylik, mana turibdi. Endi qanaqa ishlash ko'rsatamiz. Ko'pchilik mana WordPress bor, Shopify bor, boshqa shunaqa platformalarda shunaqa ishlaydi. Shunga o'xshatib qildik. Aytaylik, banner bor. Banner ustiga bitta bossak, o'ng tarafda uni slaydlar chiqadi. Ya'ni bu yerga biz rasm yuklasak bo'ladi. Misol uchun rasm tanlaymiz. Xo'p, rasm yuklangandan keyin navigatsiyasi bor. Misol uchun havolasiz desak, shunchaki rasm bo'lib turadi. Yo bo'lmasam kategoriyani tanlasak bo'ladi. Bu yerda kategoriyalar ro'yxati chiqadi. Biz kategoriyani tanlab qo'ysak, shu rasm ustiga bosganda shu kategoriya ochiladi. Mahsulot degani bor. Misol mahsulotlar ichidan bu yerda poyezd qilganmiz. Misol poyezdda chiqadi, tanlab qo'ysak, shuni ustiga bosganda shu mahsulotimiz ochiladi. Yoki qanaqadir URL qo'yib qo'ysak bo'ladi. Keyin buni bitta slayd ichiga ko'plab rasmlar yuklab ketsak bo'ladi. Bu bannerni ham faqat tepada emas, buni xohlagan joyimizga yana qo'shib keta olamiz. Buni qo'shganimizdan keyin saqlashga bosib qo'yamiz. Uni tagida mana storieslar bor. Storieslar degani o'sha Instagramga o'xshab storieslar qo'yib qo'ysa, har xil yangiliklar yozib qo'ysalar bo'ladi. Bu yerda o'sha hikoyalar deb turibdi. O'zbekchaga tarjima qilganimizda shunaqa chiqdi. Hikoya qo'shish bo'lsamizda, bu yerga masalan uchun birinchi rasm tanlaymiz, rasm yuklanadi. Nomini kiritib qo'yamiz. Misol uchun tagida chiqadi, aytaylik. Chegirma desak. Keyin bu media qo'shish deganda shuni ustiga bosganda storiesga o'xshab chiqadigan rasmlarni ham bu yerdan qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni ustiga bosib rasm qo'yib, bu yerga agar mahsulot bo'lsa, mahsulotni ham qo'shib qo'ysak bo'ladi. Bundoq qilib bitta stories emas, mana hikoyani qo'shish desak, yana bitta mana storieslar o'zimizga keraklicha, xohlagancha bitta, ikkita, uchta qo'shib ketaversa bo'ladi. Kerak bo'lmasa buni o'chirib tashlasangiz bo'lsak, o'chib ketadi. Saqlab qo'yamiz. Mana bitta nima qo'shildi. Undan tashqari ba'zi bir bu yerda nimalarda, bloklarda nastroykasi yo'q, chunki o'sha oldingidek sistemada ishlaydi. Ya'ni umumiy kategoriyalar kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari mana kategoriya mahsulotlar degan bor. Ya'ni qaysidir kategoriyani ko'rsatadigan bo'lsak, asosiy sahifada shu kategoriyadan qo'shamiz. Qo'shganimizdan keyin bu yerda mana nastroykasi bor. Kategoriyadan kategoriya listi chiqadi. Misol uchun bolosini tanlasak, mana ko'rsatadi, mana shunaqa mahsulotlar ko'rinib turadi. Ya'ni sarlavhasini misol uchun mana kategoriya nomidan olish mumkin yoki o'zingiz yozib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun bu yerga xohlagan chegirmalar. Bu yerda mahsulot soni bor. Misol nechta ko'rsatsin? 12 ta, o'rtacha 12 ta haligi qo'yganmiz. Buni ozaytirib ko'paytirsangiz bo'ladi. 12 ta shu kategoriya mahsulotlarni ko'rsatadi. Buni ham saqlab qo'yamiz, keyin pastiga o'tsak, misol trend, ya'ni trenddagi mahsulotlarni ko'rsatadi. Yana undan tashqari mana kategoriya mahsulotlari bo'lsa, buni
olib turib, ya'ni qaysi kategoriyani ko'rsatamiz? Misol uchun buni ko'rsatak, mana shu mahsulotlar chiqadi. Ya'ni ko'rayotganingizdek, xohlagandek o'zingizga moslab nastroyga qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun buni tepaga ko'tarish kerak bo'lsa, bitta ustiga bosib tepaga ko'tarib qo'ysak, mana tepaga ko'tarib qo'yamiz, mana ko'rinishi o'zgardi. Birinchi banner chiqyapti, keyin stories, keyin pro degan kategoriya chiqyapti, keyin undan keyin umumiy kategoriyalar ro'yxati chiqyapti, keyin boshqa. Ya'ni buni xohlagandek bemalol bloglarni ko'paytirib, o'zgartirib, o'zingizlar ishlab ko'rgan bo'lsanglar bo'ladi. Undan tashqari mana yangi qo'shilgan kun mahsuloti degan narsa bor. Qaysidir mahsulotingizga skidka berayotgan bo'lsangiz, shuni o'zini tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda ham o'sha poisk bor, poiskni aytaylik. Shuni tanlasak, bu mahsulot shunaqa ko'rinishda, bu yerda datasi bor, tugash datasini ko'rsatib qo'yasizda. Rangini tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Men aytaylik, ikkita uchta ranglar qo'shib qo'yganmiz. Shunaqa katta ko'rinishda ko'rinib turadi. Bu asosan qaysidir mahsulotga katta chegirma berganingizda shunaqa ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari chegirmali qaysidir kategoriyalarga chegirma beradigan bo'lsangiz, aytaylik 2 kunlik qanaqadir skidka bo'layotgan bo'lsa, uni ham datasini bu yerdan ko'rsatib qo'yilsa, o'sha kirganda mijozlar ko'rib, qancha soatdan keyin bu chegirma tugashini ko'rib turadi va chegirma tugagandan keyin bu blok avtomatik ko'rsatmay qo'yadi. Bu yerda ham o'sha qaysi kategoriya bo'lsa, o'shani tanlab qo'yamizda. O'sha tanlab qo'ygan kategoriyalarimiz shunaqa ko'rinishda ko'rinib turadi. Buni saqlaymiz. Hozir bizda bitta faol mavzu, ya'ni tema turibdi. Yana 2-3 ta qo'shib bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Va bu yerda ko'rganinglardek bloglar ko'p, navigatsiyalar bor, kategoriyalar bor, bannerlar bor. Bannerlar ham endi faqatgina tepaga emas, xohlagan joyimizga aytaylik. Mana skidkadan oldin qanaqadir bannerlar bo'lsa, bitta ustiga bossak qo'shiladi va uni tepaga ko'tarib qo'ysak bo'ladi. Mana tepaga ko'tarib qo'yamizda, bu yerga aytaylik slayd qo'shib, yana bir boshqa banner tanlab qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bannerlar endi faqatgina tepada emas, xohlagan joyga bemalol xohlagancha qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari banner saqlab qo'yamizda. E'lonlar bor. E'lon deganda tepada bunaqa bunday yurib turadigan tekstlar bor. Aytaylik, tepaga eng tepasiga qo'yadigan bo'lsak, ustiga bossak, buni ham mana teksti bor. Aytaylik, misol uchun qanaqadir bayram kelayotgan bo'lsa, misol uchun Navro'z bayramingiz muborak deb xohlagan tekst yozib qo'ysangiz, bu shunaqa ko'rinishda ko'rinib turadi. Buni rangini, tekst ranglarini bemalol bu yerdan o'zgartirsangiz bo'ladi. Animatsiya qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Chapdan o'ngga ko'rinib turadi, o'ngdan chapga ko'rinib turadi chiqqanda. Shunaqa aylanib turadi. Ya'ni bunaqa tekstlarni ham 2-3 ta joyga bemalol qo'shsangiz bo'ladi. Brend qismini ko'rsatdim, shablonlarni ko'rsatdim. AI qismi ham bor. AI qismida aytaylik, misol uchun do'konimni yozga moslab dizayn qilib ber deb yozsak, endi ozgina kutish kerak. Bu umumiy mahsulotlaringiz o'rganib chiqadi, kategoriyalaringiz o'rganib chiqib turib, o'shanga moslab hozir bizga o'zi ko'rsatib beradi. Buni ozgina kutish kerak. Hozir ozgina kutamiz. Xo'p, mana o'rganib chiqdi-da, bizga taklif qilyapti. Men deydi, yozma usulga mos zamonaviy sotuvni rag'batlantiruvchi bosh sahifani taklif qilaman. Asosiy g'oya issiq, yorqin va yengil vizuallik. Xullas bu yerda o'zini tavsiyalarini aytgan va pastda ko'rsatib turibdi nimalar borligini. Va buni maketni qo'llashga bossak, hozir biz o'zimizni tanlagan maketimiz turibdi. Ya'ni bu maket turibdi. Buni ustiga bossak, bu o'zgaradi. Mana maket o'zgargandan keyin men o'zi avtomatik qaysidir yozga moslab kategoriyalar tanlab qo'ygan. Mana tekstlarni ham ko'rgan bo'lsak, yangi mahsulotlar, mayda yorqin lablar, yozga mos ranglar, ya'ni o'z tekstni ham shunga moslab ko'rsatib beryapti. Endi bo'lgani bundaqa bannerlarni baribir o'zimiz rasmlarni qo'yib chiqishimiz kerak. Aytaylik, bunga banner rasm qo'yamiz. Mana tepada ham yozgi kolleksiya, yengil formulalar va yorqin ranglar, ya'ni bu mana do'konimni kosmetika sotishligini biladi. Shunga moslab shunaqa tekstlar ham yozib beradi. Va kategoriyalar ham bunaqa yangicha turi chiqqan. Ya'ni bu 4 ta kategoriya bo'ladi. Bu yerda kategoriyalarni tanlab qo'yib turib, kategoriyalarga bittadan rasm qo'yib chiqish kerak. Misol uchun hozir testoviy rasmlarimiz bor. Shunaqa qo'yib chiqsak, shunaqa 4 ta kategoriyalar chiqib turadi. Hozir
Mana bu yerda tanlangan 4 ta kategoriyani chiqarsak bo'ladi. Bannerlar bor, buni saqlab qo'yamiz. Qolgani shu mana o'zi yengil yoz uchun yengil mahsulotlar deb mahsulotlarni tanlab qo'ydim. O'zimizga tayyor. Bu yerda mahsulot tanlash kerak. Mahsulot tanlaydigan joyga o'zimiz tanlab qo'yamiz. Aytaylik, bu mahsulot tanlaymiz, tugash sanasini yozib qo'yamiz. Bo'ldi, saqlab, ya'ni dizaynimizni bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Bu yerda aytganda yangi dizayn qilib qo'yganimizda shu yangisiga ham o'zgartirib beradi. Ya'ni shunday qilib asosiy sahifasini bemalol xohlagandek o'zgartira olasiz va boshqa do'konlardan bemalol ajratib olishingiz mumkin. Hozircha asosiy sahifani qildik. Keyinchalik mana mahsulotlar sahifasi, ya'ni mahsulot ichini sahifasini va boshqa sahifalarni ham shunaqa o'zgartiradigan qo'shimcha ma'lumotlar qo'shadigan qilamiz. Hozircha faqat asosiy sahifa. Xo'p, ya'ni adminkada umumiy ko'rsatilgan narsalar shular. Umumiy hamma dizaynlar o'zgartirib chiqildi. Yangi narsalar qo'shildi, hammasi ishlayapti. Bu narsalar xudo xolasa bugun erta o'sha bularni chiqarish boshlaymiz. O'sha ertadan hammanglar buni ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir bu yerda nimasi tugadi? Ko'rsatadigan narsalarimiz nimada ozgina bor, ya'ni bot ko'rinishida. Bot ichida nimalar o'zgardi, o'shani ko'rsatib qo'ysak, menimcha keyin tugatsak bo'ladi. Xo'p. O'zidan tayyorlab olsam. Mirkom, mikrofoningiz yo'q, gapirib. Xo'p, juda zo'r. Ancha yangiliklarimiz bor, xudo xohlasa. Xo'p, savollarga hozir javob berib o'tamizmi yoki bot ko'rsatganingizdan keyin javob beramizmi? Hozir javob bersak bo'ladi. Hozir. Tak, birinchi savol. Qaysi visitorga mos? Magic Store. Asosan retail sohasidagilarga mos, siz qanaqadir mahsulot savdosi bilan shug'ullanasizmi? Bo'ldi, sizga mos keladi Magic Store har qanaqasiga. Endi o'rtacha savdo qilayotgan summasini aytamiz, chunki bu mijoz bilan biz o'rtamizdagi shu shartnomada ko'rsatilgan. Shu sababli aytamiz uchun shaxslarga. Viloyatlarga sotuvga franšiza berish bo'yicha savol so'ralgan. Baxtnak o'zi javob berib o'tasizmi? Franšiza bo'yicha viloyatlarga. Da, bo'ladi. Yaxshi kompaniyalar bo'lsa, tayyormiz, ochiqmiz gaplashishga. Bizga aloqaga chiqishsa, gaplashamiz shartlarini. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, albatta beramiz, xudo xolasa. Shu hozirgi imkoniyatlar qachondan ishga tushishi haqida ham so'rashgan. Da, bugun erta hammada ishga tushadi. Hammaga chiqaramiz. Ertadan shu Magic Bot o'zini dashbordiga kirib bemalol shundan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari biz bundan buyog'i har kuni shu qanaqa yangi funksiyalar ishlatish bo'yicha to'liq videolar va maqolalar berib boshlaymiz. Bemalol o'rganib chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari Magic Bot o'zini shu merchantlar uchun ochilgan guruhda ham savolingiz bo'lsa so'rashingiz mumkin yoki Magic Bot support qo'llab-quvvatlash xizmatiga ham Telegram orqali bog'lanib, batafsil ma'lumot olishingiz bo'ladi. Bundan keyin bo'yicha ham texnik savol, ya'ni Google Sheets bo'lib, Google Sheets'da o'zgarsa, bu yoqda ham o'zgarishi mumkinmi? Magic Botda. Hozir Google Sheets bilan integratsiyamiz yo'q, lekin o'zimizda o'sha Excel shablon bor. O'sha orqali mahsulotlar qo'shib va o'zgartirsangiz bo'ladi. Excelda o'zingiz o'zgartirib olasizda, keyin yuklaganda o'zgartirish bossangiz o'zgartiradi. Shunaqa qilsangiz bo'ladi, yo bo'lmasam shu Builds, MoiSQL ishlatsangiz, shu bilan integratsiya qilib bersa yaxshi bo'ladi. Shablonlar shunaqa. Shunday hozir biz kelajakda ham Google Sheets bilan integratsiya bo'lish ehtimoli past, to'g'rimi?
Yani agar ko'pchilikda bo'ladigan bo'lsa qilsak bo'ladi keyin. Hozircha o'zimizda ham Google Sheet bilan bor, lekin promo integratsiya emas, Google Sheet orqali o'sha forma nimasi bor, o'zimiz shablon bor, shablon tayyorlab olinsa, birinchi marta import qilinganda mahsulotlar yaratiladi, ikkinchi marta import qilayotgan bo'lsa, keyin nima bo'ladi? Obnovlение, ya'ni o'zgaradi. Narxlar o'zgargan bo'lsa. Aynan bitta mahsulotni rasulkaga jo'natish funksiyasi hali ham mavjud. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Rasulkaga jo'natayotgan payti shu mahsulotni qidirib topib nom orqali jo'natsa bo'ladi. Xo'p, tarif narxlari o'zgargan bo'lsa, yo'q, tarif narxlarimiz o'zgargani yo'q. Eski narxlarda turibdi. Bugunoq boshlashingiz ham mumkin, xohlasa. Sizga bonus qilib apreldan hisoblaydigan qilib beramiz. Bizga aloqaga chiqsangiz. Veb-sayt masalasida hozir bizda Magic Store'da veb-sayt ishlatish mumkin. Ya'ni botdan tashqari botga Telegramga kirmasdan turib Magic Botdagi do'konlardan foydalanish mumkin. Faqat siz o'zingiz domeningizda bo'lmaydi. Biz subdomenimiz orqali ishlatsangiz bo'ladi. Hozir ham mavjud. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Ya'ni Instagram bioga qo'yib ishlatishingiz mumkin yoki umuman Telegram orqali jo'natishingiz mumkin. Botsiz bemalol ishlata oladi. Buni ustida ham ishlayapmiz. Shablonlarni to'g'irlayapmiz. Yaqinda o'sha nimaga moslab, desktopga, mobilkaga moslab buni ham o'zgartiramiz. Hozir biz birinchi asosiy, ya'ni Magic Store yuragi bo'lgan, ya'ni dashboard qismini hozir to'liq yangilab chiqdik. Endi o'sha bot ko'rinishini, o'sha sayt ko'rinishlarini ham yangilab chiqamiz. Ya'ni sayt ko'rinishida bizda hozir asosiysi boshda boshlaganda o'sha botga moslaganimiz uchun asosiy mobilkasi bor, ya'ni kompyuterdan kirganda dizaynni kichikroq bo'lib qoladi. O'shani ham ustida ishlaymiz. Keyingi oylarda to'liq yangilanib, bemalol sayt sifatida ham, bot sifatida ham nima qilib ishlasangiz bo'ladi. Shunaqa. To'laqonli ikki sistema bo'ladi, xudo xolisa, ham Telegram, Instagramda, ham alohida veb-sayt ko'rinishi bo'ladi. Mahsulot ko'p bo'lsa, hozir bizda shu boya aytilgan Excel bor. Shu Google Sheets'dagi datani ham bemalol Google Sheets'ga kirib, o'sha yerdan download, ya'ni yuklab olish qismida Excel formatda yuklab olsa bo'ladi. O'sha Excel formatda yuklab olgandan keyin bizni bazaga bemalol shu import qilsa bo'ladi. Hozircha agar ko'pchilikda Google Sheets bilan bog'liq agar talab bo'lsa, keyin integratsiya qilish mumkin, chunki bizda hozir ya'ni roadmapimizda boshqa funksiyalar prioritet baland turibdi. O'shanga hozircha Excelda yuklab tursangiz bo'ladi. Keyingi rejalar haqida so'rashgan, qanaqa o'zgarishlar mumkin? Hozir boya aytilgandek, AI bo'yicha ko'proq biz AI va shu do'kon egalariga qulaylik beradigan funksiyalar ustida hozir kamida 5 ta funksiya ustida ishlayapmiz. O'sha tez orada ham chiqib qoladi. Hozircha lekin qanaqa funksiyalarni ayta olmaymiz. Buni ham mana shunaqa keyingi taqdimotda bilib olsangiz bo'ladi. Efirlarimizda. Boshqa savol, oxirgi savol, narx necha pul? Narxi hozir 199 ming, start tarifi 399 ming, o'rtacha Chuqur tarifimiz. Bunaqa 799 ming. 799. Chuqur tarifimiz bor. Saytimizga kirib ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. 199 ming so'mdan Nurmuhammad aytgandek 799 ming so'mgacha biznes turga qarab istalgan tarifdan boshlashingiz mumkin bo'ladi. Agar savdo sotiqda foydalanmoqchi bo'lsangiz, biz tavsiya qilamiz yoki 399 ming so'mlik tarifdan yoki 799 ming so'mlik tarifdan boshlashingizni. Meni ham sayt qilib bera olasizlarmi keyinchalik? Deyilgan. Hozir ham sayt o'stirsa bo'ladi. Faqatgina bizda hozir domen ulash funksiyasi yo'q. U ham tez orada qo'shiladi. Ya'ni siz domeningizni o'zingiz Axos yoki shunga o'xshash platformalardan o'zingiz domenni sotib olasiz va uni ulab qo'yishingiz bo'ladi. Hozir aytaylik, telefon.uz degan saytingiz bor, lekin uni hozir bizga ula olmaysiz. Lekin bizda telefon.magicstore.uz qilib ishlatsangiz bo'ladi. Aytaylik, shunga o'xshash qilib. Afzalliklarni shu taqdimotda boshidan ko'rsangiz, batafsil tushuntirganmiz. Bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Hozir agar buni yana qaytadan ko'radigan bo'lsak, vaqt cho'ziladi. Ko'proq batafsil ma'lumotni shu Magic
bot support orqali batafsil olishingiz mumkin ma'lumot yoki saytimizga o'tib telefon raqamiga olanishingiz mumkin. Yana bitta bor ekan. Hozir boya aytilgandek, hozir ham bemalol sayt, ya'ni Telegram botga yoqmasdan aynan targetda shu aytaylik sizda telefon.uz degan saytingiz bor yoki telefon.magicstore.uz qilib o'sha link beramiz. O'sha linkni Facebook Ads'ga tashlaysiz. O'sha Facebook Ads'dan ko'rayotgan odamlar, Instagramdan ko'rayotgan odamlar botga emas, o'sha biz bergan link orqali do'koningizga kiradi. Hozircha bu sayt ko'rinishi ishlaydigan faqat mobil versiyada ishlaydi. Tez orada desktop, ya'ni kompyuterdan ham ochiladigan, kompyuterdan ham chiroyli formatda ochilishini yo'lga qo'yamiz. Lekin hozir bizda Telegram, Instagram va Facebook, Instagramdan kiradiganlar 99.99% odamlar mobildan kirgani uchun bu umuman sizga muammo tug'dirmaydi. Bemalol shu targetda o'sha biz beradigan linklar bilan ishlatib sayt ko'rinishida ishlatsangiz bo'ladi MagicBot'ni hozirgi funksiyalarini. Mahsulot sotishda uzun nasiyaga o'xshash tartiblar bormi? Uzun nasiya bo'yicha bizda integratsiya. Yo'q. Hozircha nasiya bo'yicha faqat alif nasiya bilan integratsiyamiz bor. Buni ham agar siz alif nasiya bilan shartnoma qilgan bo'lsangiz, ulasangiz bo'ladi. Umumiy aytyapti, mahsulot sotishda. Ya'ni bizniki o'zingiz do'koningiz, o'zingiz xohlagan narsangizni sotsangiz bo'ladi. Unga o'zingiz javob berasiz. Hech qanaqa biz haligi tekshiruv yo'q. O'zingiz bilan o'zingiz bemalol sotsangiz bo'ladi. Ya'ni biz faqat platforma beramiz. Menimcha boshqa savollar yo'q. Savollar ham 50 minutdan oshibdi. Boshqa savollar nimalar bo'lsa kanalda yozishga bo'ladi. Aytganimizdek, yangi chiqqan barvoz bittada hammani nimada esda qolmaydi. Har bitta chiqqan yangilik bo'yicha kuniga bittadan videolar tashlab boramiz va o'sha orqali o'rganib ishlab ketaverasizlar. Qo'shimcha savollar bo'lsa, kanallarimiz bor, gruppamiz bor va shaxsiy MagicBot Support Telegram bor, bemalol yozsanglar javob beramiz. Shunday. Hammaga rahmat. Bo'lmasa kuzatib borganlarga ham rahmat katta. Rahmat.